Yunusobod tumani Energy Hayot turar joy maskaniga kelganmiz. 3 xona 132 kvadratli, juda ham chiroyli, eksklyuzivniy xonadonimiz bo'ladi. Bu xonadonimiz biznes klassdagi xonadonlar hisobiga kiradi do'stlar. 3 xonadan iborat bo'lishiga qaramasdan juda ham katta kvadratli. Hozir biz oshxonamdan zal bitta qilib yuborilgan, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda oshxona qismimiz joylashgan. Oshxona qismimizda barcha texnikalarimiz bor va bu yoqda posudomoykamiz va bu yoqda mana xolodilniklarimiz, ya'ni muzlatgichlarimiz bu yoqda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, moykalarimiz. Bu yoqda esa astrologimiz, ayollarimiz to'g'ri ishlarni mana shu yerlarda qilsalar bo'ladi va bu yerlarga bemalol idish-tovoqlarni qo'yib yuborsalar ham bo'ladi. Texnikalarimiz Hoffman texnikalari va mebellarimizni ham ko'rib turibsizlar, patologgacha qilib juda ham chiroyli qilingan. Bu yoqda duxovka, mikrovalnovkalar joylashgan va bu tarafimizda o'zini balkon qismi ham bor. Bu yoqdan esa zal o'rnida foydalanasiz. Mehmonxona o'rnida ko'rishingiz mumkin, yumshoq mebellari, jurnalist stullari. Bu yoqda bemalol choy ichib o'tirishingiz uchun 6 talik stol stullarni eng sifatlilarini qo'yishgan. Televizorlarimiz va uyimizda remontlari juda ham sifatli qilingan do'stlar. Bu aynan domimiz Energy Hayot domida dvori o'ta chiroyli ekan. Menga shunday kirganimda juda ham yoqdi. Bu yoq bizning asosiy kiroverish qismimiz. Mana eshiklarimiz, zamoklari ham sensorli. Bu yoqda domofonlarimiz bor. Stroyniy shkaflarimiz joylashgan. Uyimizda tupli polimiz bor do'stlar. Xo'p, yo'lagimizni qaranglar. Yo'lagimiz ham juda ham prostorli. Yo'lakdan to'g'riga kelganingizda bizni bu yoqda umumiy bo'lgan sanuzel qismimiz joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Barcha qulayliklarga ega. Endi bolalar yotoqxonasiga kiramiz. Kelinglar. Bolalar yotoqxonasida mana ikkita kravatimiz va har bitta xonamizda konditsionerimiz bor va neobichniy bo'lgan, menga eng ko'p yoqadigan bralarimiz va bu yoqda mana televizorniy zonamiz, komodlari, bu yoqda dast qilib o'tiradigan joylari, bu yoqda ham komodlari bor. Dvorimizni ham bitta ko'rsatib o'ting, marhamat ko'rishingiz mumkin. Yashil maydonlar, o'zini parkovkalari va yozgi oshxonalari ham bor bu uyimizni dvorlarida. Endi sizlar bilan kattalar spanisiga kiramiz. Har bitta xonamizda topli polimiz bor. Mana shu yerdan legirovka qilib, o'chirib, yoqib ishlatsangiz bo'ladi. Kelinglar, bu kattalar spanisi. Kattalar spanimiz ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda mana spanilari, dekorativniy gullarimiz, konditsionerlarimiz va remontlarimiz aytib o'tganimiz juda ham sifatli. Ayollarimiz uchun komod, televizorlari, mana shunaqa katta kvadratli Yunusoboddan qarab yurgan tanishingiz bo'lsa, yuborib qo'yasiz. Bunaqa eksklyuzivniy xonadonlar deb chiqavermaydi do'stlar. Eng yaxshi novostroykalardan bu Energy Hayot. Xo'p. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 285 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana joyida, xudo xolasa, chiroyli narxlarda baraka qilamiz. Orientirimizni aytib o'tamiz. Yunusobod tumani, Shahrstanskiyda joylashgan. Sizlar bilan muhibbulo bo'ldi. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.